Mart oyi so'rovida ham go'sht narxi qimmatlashgani aytilmoqda. Shveysariya bankida Lola Tillayevaga tegishli shubhali hisoblar aniqlandi. Assalomu alaykum. Haftaning eng muhim va dolzarb yangiliklari Rost24 dayjestida. Mart oyi so'rovida ham go'sht narxi qimmatlashgani aytilmoqda. Mart oyi so'rovlariga ko'ra, boshqa mahsulotlar orasidan go'sht va sut narxlarida yuqori darajada o'sish kuzatilgan. So'rovlarda ishtirok etganlarning 64% go'sht va sut narxlarining yuqori darajada o'sganini qayd etishgan. Avvalroq fevral oyida ham go'sht narxi qimmatlashgani haqida xabar bergan edik. Shveysariya bankida Lola Tillayevaga tegishli shubhali hisoblar aniqlandi. Shveysariyaning Real Intesa San Paolo xususiy banki atrofida jiddiy moliyaviy mojarolar ochiqlanmoqda. Bu haqda Organized Crime and Corruption Reporting Project nashri xabar berdi. Yevropadagi tekshiruv hujjatlariga ko'ra, bank avtoritar tuzum bilan bog'liq shubhali mijozlarni jalb qilgani bois, Shveysariyaning moliyaviy nazoratchisi Financial Market Supervisory Authority tomonidan tekshiruv ostiga olingan. Xabarga ko'ra, bank mijozlari orasida marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Tillayeva va uning turmush o'rtog'i Timur Tillayev ham borligi aniqlangan. 2020-yilda esa Tillayev Real bankida mijozga aylangan. Uning 2023-yil ochgan shaxsiy hisob varag'ida 97 million AQSh dollari bo'lgan. 2024-yil yanvar oyida Shveysariya moliyaviy nazoratchilari Real bankiga Tillayevga oid barcha hisoblar bo'yicha hujjatlarni taqdim etishni buyurgan. Shuningdek, O'zbekiston bilan bog'liq barcha mijozlar haqida ma'lumot talab qilingan. Bank esa Tillayevga tegishli hisoblarni yuqori darajadagi obro'-e'tibor xavfi bois qayta ko'rib chiqayotganini bildirgan. Bu holat Karimovaning opasi Gulnora Karimovaga oid salbiy yangiliklardan so'ng yuz bergan. Shuningdek, Timur Tillayev bu borada jurnalistlarning so'rovlariga izoh bermagani aytilmoqda. O'zbekistonda onlayn qimor o'yinlari va bukmekerlikni tashkil etish qonuniylashtirildi. Lotereyalar tashkil etish, bukmekerlik, internet jahon axborot tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni yo'lga qo'yish faoliyati litsenziyalanadigan faoliyat turlariga kiritildi. Andijonda ilgikta radarni pnevmatik miltiq bilan otib sindirgan qahramon aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahrida fuqaro ilgikta radar kamerani tosh bilan urib sindirdi mazmunidagi video xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarga Andijon Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati aniqlik kiritdi. Ma'lumotlarga ko'ra, fuqaro Andijon shahridagi chorrahalarga o'rnatilgan 51 dona foto va video qayd qilish kamerasi va 1 dona radarga qasddan shikast yetkazish natijasida jami 1 milliard 147 million so'm moddiy zarar yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 173-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Turkiya fuqarosining murojaati sabab Uzbekistan Airways'ga chora ko'rildi. Turkiya fuqarosi Uzbekistan Airways aviakompaniyasidan Anqara-Toshkent reysida sog'ligi uchun muhim bo'lgan maxsus ovqat yetkazib berilmagani va yo'lovchi o'tirgan joyda oldingi reysdan qolgan chiqindilar mavjudligi uchun Raqobat qo'mitasiga shikoyat qildi. Ma'lum bo'lishicha, yo'lovchi chipta sotib olish vaqtida sog'ligi bilan bog'liq vaziyatni aviakompaniya xodimlariga tushuntirgan hamda aviakompaniya u uchun maxsus ovqatni reys vaqtida ta'minlashga va'da bergan. Raqobat qo'mitasi murojaatni ko'rib chiqib, vaziyatni o'rgangandan so'ng yo'lovchiga yetkazilgan ma'naviy va moddiy zararni qoplash maqsadida aviakompaniya tomonidan iste'molchining keyingi reysida xizmat ko'rsatish klassini biznes klassga oshirish to'g'risidagi qaror qabul qilindi va manfaati himoya qilinishi ta'minlandi. Ozodlik radiosi rus tilidagi eshittirishlarini to'xtatdi. Joriy yilning 15-apreldan boshlab Ozodlik radiosining rus tilidagi dasturlarini o'rta to'lqinli efirga uzatish to'xtatiladi. Bu haqda radio stansiyaning rasmiy saytida ma'lum qilindi. Ma'lumot uchun, mazkur radio stansiya rus tilidagi eshittirishlarni 1-marta 1953-yil 1-mart kuni sharqiy va janubiy sharqiy Yevropaga yo'naltirgan holda efirga uzatgan. O'ta xavfli yuqumli kasallik tarqalishi mumkin. Bu haqda Sanitariya epidemiologik qo'mitasi ogohlantirdi. Bu kasallik asosan kanalar chaqishi orqali yuqadi. Shuningdek, bu kasallikda to'satdan baland isitma, bosh, bel, mushak og'rig'i, ich ketishi, qusish, milkdan qon ketishi kabi belgilar kuzatiladi. Qo'mita fuqarolarni hushyor bo'lishga va sog'ligini asrashga chaqirmoqda. Sirdaryodagi rahbarlar diktantdan qoniqarsiz baho oldi. 17-aprel kuni Sirdaryodagi davlat idoralarida faoliyat yuritayotgan rahbar xodimlarining savodxonlik darajasini baholash maqsadida diktant olish amaliyoti o'tkazildi. Natijalar ijobiy emas. Bu holat viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov
tomonidan jiddiy tanqidga olindi va davlat tilida ish yuritish qonun talabi bo'lib, unga rioya qilish har bir rahbar va mas'ul shaxsning fuqarolik burchi ekanini ta'kidlagan. Sirdaryo viloyatidagi rahbar xodimlarning diktantdan ommaviy ravishda qoniqarsiz baho olishi juda tashvishli holat. Bu nafaqat shaxsiy savodxonlik darajasi pastligini, balki davlat idoralarida davlat tiliga bo'lgan yetarli e'tibor yo'qligini ko'rsatadi. Hukumatning 2023-yildan barcha rasmiy hujjatlar lotin alifbosida yuritilishi haqidagi talabi qonuniy bo'lishiga qaramasdan, ko'p rahbarlar hali ham ushbu talabni mensimay kelayotgani achinarli hol. Buning oqibatida fuqarolar bilan muloqotda, hujjat yuritishda hamda rasmiy muomalada ko'plab kamchiliklar yuzaga keladi. Rivojlanayotgan davlat uchun rahbar kadrlar davlat tilida ravon va savodli ish yurita olmasligi jamiyatdagi ishonchni susaytiruvchi jiddiy kamchilikdir. Bunday holatlarga nisbatan qattiq intizomiy choralar ko'rish, rahbarlikni qayta tayyorlash va malaka oshirish ishlarini kuchaytirish vaqti keldi. Davlat tili faqat ramz emas, balki davlatchilikning tayanchi ekani har bir rahbarga ayon bo'lishi shart. Hafta davomida sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.